aksiyamizda 1+1 aksiyamizda qatnashgan mijozimiz keldilar. Honor X9 ni xarid etgan ekanlar. Ondan toza chiqqan Honor X9 modelidan birini podarka etib beramiz. Apkamiz shu yerdalar. Rahmet, o'yin haqqoniy ekan. O'zim shu yerda turib guvohi bo'ldim. Hammangizni 2025-yil bilan, yangi yil bilan girib kelayotgan yangi yil bilan tabriklayman. Shu yerdagi ishlab yurgan ishchilarimizni, hammangizni yangi yil bilan, og'alarimni hammasini yangi yil bilan tabriklayman. Yangi yil bizlarga omad olib kelsin. O'tgan yil Realme telefon yutib oldim. Bu yil esa Honor telefon yutib oldim. Biram xursand, o'g'lim ham xursand, o'zim ham xursandman. Hammangizga rahmat katta ekan. O'yin haqqoniy ekan. O'tgan 24-yildan 25-yil o'tartaramizda byudjetli bo'lsa-da 50 dona telefon qo'ygan edik sovg'aga. Har yil davomida an'ana tarzidan уже kirib boradir. 50 dona telefondan birini yutib olgan ekanlar. Bu yil ham nasibaga qaranglar, yana bir telefon yutib oldilar yangi yillarda. Bu podarka bo'ldi yangi yilda, eng ajoyib podarka. Sizlar ham hammangiz shunday omadli bo'lishlaringizni istab qolamiz. Sizlar bilan Implus. Salomatlikda ko'rishguncha. Rahmat.